Bugun 9-dekabr kuni kompost qilganimizdan 6 kun o'tdi va har 5-6 kunda aralashtirishni va'da bergan edim. Mana hozir haroratni o'lchatamiz. O'zi harorat 0 ga yaqin ko'chada mana qorlar yotibdi. Hamma yoqda erimay. Bizning kompostimizda ham mana qor bor ozgina. Hozir haroratni o'lchatamiz. Tak, hoppa. Marhamat 35 gradus atrofida. Hop. Dальше. Hop, bu yoqda уже 40 dan oshdi. 40 dan oshdi. O'rtasigacha. Men aytganimdek, uyum qancha baland bo'lsa, harorat ham shuncha yaxshi ko'tariladi. Mana 53 gradus. Eng yuqori nuqtasida. Mana qushlardan ham salom berdi. O'tiraverib salom alisini qoldirib ketishgan. 54 gradus почти. Xo'p, hozir buni aralashtirganimizda harorat qizishini ham ko'rasiz. Men aytganimdek, mana shu tashqaridagi narsalarni ichiga olib kirish kerak bo'lganligi uchun har 5-7 kunda aralashtiriladi. Mana umuman kuymagan, kompostga tegilmagan somon ham bor. Hozir biz buni hammasini kompost ichiga aralashtirib qo'shamiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana bir bor Pyotr Plexanov. Bugun menga Nurik biz bilan ishlayotgan akamiz yordam beradilar. Vaqtim kamroq. Unchalik o'zim qilsam cho'zilib ketadi. Bugun 9-dekabr kuni aytganimdek 6-kun kompost solganimizga hozir haroratini ham ko'rsatdim. Harorat yaxshi ko'tarilyapti. 50 gradusdan baland, o'rtadagi qismida. Agarda uyumimiz 2 metrgacha ko'tarilsa edi, bundan ham baland bo'lardi. Biz hozir buni yo pinshaxa, yo lopata yordamida o'sha ag'daramiz bir marta va keyinchalik qanday jarayonlar ketishini kuzatamiz. Balkim ag'darganimizda yana biroz go'ng qo'shamiz, chunki u balandroq edi, cho'kdi. Balandligini yo'qotmaslik uchun biz yana go'ng qo'shishimiz mumkin bo'ladi va salofan plyonka bilan yopamiz. Nimaga desangiz, chunki harorat kechasi -10 gacha tushishi mumkin va bu yaxshi emas, chunki birinchi davralarda kompost qizib turishi kerak va bu salofan ozgina ushlaydi. Yoz kuni esa hech narsani to'smasdan ishlayverasizlar. Bo'ldi, biz hozir ag'darishni boshlaymiz va bu jarayonni sizga ko'rsatamiz. Somon ko'p bo'lganiga panshaxada qilgani qulayroq. Lopata unchalik qulay kelmas ekan. Xo'p, bugun 9-dekabr kompost solganimizdan keyin 6-kun. Mana hozir faqatgina buni olib turib perikitka qilyapmiz, ya'ni aralashtiryapmiz. Karamlar, solingan karamlar erib bo'ldi. Haroratlar 54 graduslargacha chiqqan va hozir buni mana somonlar hali chirimagan, lekin hozir kamerani olib turib somonda oqarishlar borligini ko'rsataman. Bu oqarishlar zamburug'lar, foydali zamburug'lar ishi va bu juda foydali, juda kerakli jarayon. Ayniqsa shu kompost qilayotganimizda va qayta ishlayotganimizda. Ma'lum bir qism muzlagan, hech qisi yo'q, uni kompost ichiga solib, tagidagi qismlar bilan aralashtiramiz. Hozir o'zimda vaqtim kamroq bo'lganiga Nurik akani yordamga chaqirdim va hozir mana ozgina mana karam chiqindisi ko'rinyapti, lekin jami hammasi, deyarli hammasi erigan. Hozir kamerani olib yaqinroq ko'rsataman. O'zi videoni tezlashtiraman deb kamerani qo'yib qo'ygan edim. Mana karamdan bo'ldi, boshqa hech narsa ko'rinmayapti. O'zlaring ko'rgansizlar, qancha bir 5-6 kilo gul karam bor edi va hozir bu somonlarda bo'layotgan jarayon mana qanaqa yantoqlar chiqyapti va sekin bular mana zamburug'lar chiqib jarayonlarni qilib organik chiqindilarni qayta ishlashni
boshlashyapti. Yaxshi. Ketishi zo'r. Parlanishini o'zingiz ko'rib turibsiz. Lekin savollar hammasi hali svejiyroqqa o'xshaydi. Mana ozgina yana karomni chiqindilari. Yumshoq. Umuman sho'rvadek bo'lib qolgan. Hech narsasi yo'q. Bo'ldi, jarayonlar zo'r ketyapti. Bo'ldi, hozir biz buni oxirgacha perikitkasini qilib, keyin mana shu salfam bilan yopamiz. Chunki harorat -10largacha tushyapti. Kompost uchun bu yaxshi emas, nimaga desangiz, chunki birinchi bosqichlarda kompost yaxshi haroratda bo'lishi kerak. Va yoz kuni buni qilmasangiz bo'ladi, lekin qish kuni, ayniqsa hozirgi qish kuni buni qilganimiz yaxshiroq. Hozir buni oxirgacha ustini yoparamiz va bo'ldi. Keyingi hafta bu haftaning oxirida biz bularni hammasini yana bir marta aralashtiramiz. Yangi yilgacha sizlarga bu go'ngdan kompost qilishini va'da qilgan edim. Bo'ldi. Jarayonlar ketdi. Jarayon o'z nihoyasiga yetyapti. O'zim qilganimda buni yarim soat 40 minutda qilgan bo'lardim. Akam yordam berganlariga 15-20 minutda qildik. Даже bundan ham kam. 10 minutda desa ham bo'ladi. Hozir buni plyonka bilan yopamiz, 2 qavat qilib. Bo'ldi. Navbatdagi aralashtirishgacha bu turadi. Harorati oshishlari zo'r. O'shanaqa oshib ko'tarilib tursa harorat, bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Xo'p, Dehqon bobo, Pyotr Dehqon bobo kanalimizga obuna bo'ling. Organik chiqindilarni qayta ishlash, o'simliklarni parvarish, uy o'simliklari haqida savol-javob, instruksiyalar, o'rgatishlar hammasi zo'r bo'lyapti. Podpiska qilib, o'sha savolinglarni qoldiringlar va biz qo'limizdan kelgancha albatta yordam berishni harakat qilamiz. Yana bir bor eslataman, bu kompost bizda agroimmun, ya'ni suyuq biogumus yordamida qilinyapti. Tarkibida faqat somon bilan go'ng bo'lsa ham bo'ladi. Bizda endi tikanlar ham qo'shildi, archa ignalari ham qo'shildi, barglar ham qo'shildi, ozgina turpoq ham qo'shildi. Lekin o'zingiz uyda yoki fermada buni faqatgina o'sha agroimmun bilan go'ng bilan somon qilsangiz bo'ladi. Agarda sizda katta ob'yomda organik chiqindilarni qayta ishlashda yordam ham kerak bo'lsa, biz pullik xizmatini ham ko'rsatamiz va bu sizga qimmat bo'lmaydi. Bizga aloqaga chiqingizlar va men albatta javob beraman. Bo'ldi, hozir oxirgisi biz buni plyonka bilan to'samiz va siz bilan xayrlashamiz. Sog' bo'linglar.